Diqqat xalq, tezkor xabar. Navoiyda 15 yashar ikki bola kanalga cho'kib ketdi. Navoiy viloyatida 2011-yilda tug'ilgan ikki bola kanalga cho'kib ketish oqibatida vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 2-iyun kuni soat taxminan 13:30 da voyaga yetmagan BR hamda SA Beshrobod Konmeh kanalining Yangiobod mahalla faollari yig'ini Bunyodkor ko'chasida oqib o'tuvchi qismiga sinfdoshlari bilan cho'milish uchun borgan va cho'kib ketib vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida jinoyatga xos belgilar aniqlanmagan. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotnomasiga ko'ra, voyaga yetmagan BR va SAning o'limiga yuqori nafas yo'llarining suv bilan berkilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiya sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, olib borilgan tergovga qadar tekshiruv davomida hududiy elektr tarmoqlari Navbahor tumani bo'limining tegishli mutaxassislari jalb qilingan. Fuqaro Arega tegishli kanal yonidagi dehqonchilik uchun mo'ljallangan suv nasosi ishchi holatda kanalga tushirib ko'rilganda suvda elektr ko'rsatkichlari mavjud emasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Navbahor tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida 1984-yilda tug'ilgan fuqaro Qoradaryo daryosida cho'kib ketgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.